Bu e'londan keyin men javobgarlikka tortilib ketmasam bo'ldi. Birinchisi uning narxi qimmat ekanligi, ikkinchisi uning xarakteristikasi, uchinchisi esa 12 yoshdan 14 yoshgacha haydash mumkinmi, mumkin emasmi bilmasdan turib, uni men taklif qilganim. Birinchi masala, narxi Mercedes-Benz rasmiy dilerining o'zida bor yo'g'i $1095 dan iborat. Xizmatimiz, yetkazib berish va hujjatlari bilan bu narx bor yo'g'i $2095 ga ko'tariladi. Ikkinchi masala, ma'lumotlarga qaraganda maksimal tezligi 50 km/soatgacha, masofa zaxirasi esa 50 km gacha, dvigatelning quvvati esa 3000 Watt, vazni 38 kg, ko'tarish qobiliyati esa 120 kg gacha. Tushungan, bu hazil akam ko'rsatkich emas. Uchinchisi va eng xatarlisi, tavsiyanomada 12 yoshdan 14 yoshgacha, lekin aslida mumkinmi, mumkin emasligini men bilmayman. Agar bu haqda to'liqroq ma'lumotni bilsangiz, izohlarda yozib ketsangiz, ko'rganlarga manfaatli bo'lishi mumkin. Rasmi va batafsil ma'lumoti o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan eksklyuzivniy avtomobillar Telegram kanaliga joylashtirilgan bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.